Yukarıdaki işimizden devam hürmetli vatandaşım. CNN toluklama haber bilip bundak görsetti. Cüngü bilen Çavuşan'ın münasibetini oylaşkanda, qoruqluq uruşu partlaydigan bolsa, Cüngü belki barlıq tirişçalıqni işqis edip, Amerika armiyasının Çavuşan kirişini çekleşi mümkün. Növbet terbiye plan bu için nəhayət zor derecede Koreya hemkarlaşması bulmaydı. Yani oxşaş bir vaqtda CNN ta'kidlab bundaq ko'rsatdi. Diplomatik yo'llar va umumyuzlik urushdan boshqa hakkerlarning, ya'ni torbet hakkerlarning hujum qilish loyihasini muhokama qilishga arziydi. Ham harbiy hujum qilish, ham boshqa, ya'ni hacker torbeti orqali hujum qilishni o'ylash bo'ldi. Koreya Markaziy gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Çavuşan'ning Tinch okean taraf 3700 kilometr masofalik raketa qo'yib berishi va ig'vogarchilik qilishi keyingi 9 ayning 15 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Washingtonga yaqin joydagi Andersen havo armiya bazasini ziyorat qilishga olib keldi. Balki Çavuşan'ga darajadan tashqi ogohlantirish berib, Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Agar dushman ig'vogarchilik qiladigan bo'lsa, biz onu uzil kesel tarmar qilamiz. B-2 belgilik bombardimanchi aeroplanni o'z ichiga olgan F-35 belgilik kurashchi aeroplan, F-22 belgilik yirtqich belgilik kurashchi aeroplan qatorliq o'tkir strategik qurollarni ziyorat qilgandan keyin Prezident Trump harbiy ishlarda tanlash quroli deb ataladigan B-2 belgilik harbiy aeroplan iskilotining yanada nutq so'zlab, kaynidagi kurashchi aeroplan uçuşçuları bilan qator sapda billa turganligini bir maydon ahamiyatli ko'rinish deyishga bo'ladi. Ya'ni nutq so'zlaganda Andersen harbiy portida havo armiya bazasida nutq so'zlaganda uçuşçular bilan billa askeri qismlar bilan billa nutq so'zladi. Buning o'zi mazmunliq va ahamiyatli bir ko'rinish hisoblanadi davatida xabar yozuvchi. Prezident Trump bundaq ko'rsatdi. Çavuşan yana bir qatam butun dunyoni mansitmidi. Agar bizning dushmanlarimiz anglab turgan bo'lsa, Amerika kurashchi aeroplanlarining motorlarining ovoziga quloq solsin. Qalbi silkinsin va vujudi titrasin. O'xshashlar tushunib olsinki, hukm qilish kunlari pat arada yetib keladi. Çavuşan to'g'risida hukm qilish kunlari pat arada yetib keladi. Bu nutuq raketa qo'yib berib olqish anglatgan Kim Jong-unga qaratilgan so'z. Bu Amerika tarafining har qanday vaqtda o'tkir qurollarni chiqarib, uni yo'qotish irodasini ko'rsatib berdi. Enlikte yana bir haber, dikkat vatandaşım. Şinjan'da a'zo ko'chirish ve taqdim qilish texmi qalblaştırıldı. Mavzuli xabar 9 ayning 14 kuni Şinjan poytaxt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Muxbir Fang Pi. Şinjan Qizil Kirsit jamiyati boshqurgan 27 navbatlik mamlakatlik odam ichki a'zo organlarini taqdim qilishni moslashtiruvchilarni tarbiyalash kursi 9 ayning 12 kuni Urumchida o'qish boshladi. Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Gansu, Ningxia, Henan va Xinjiang o'zidan bo'lib 97 nafar o'quvchi kurs qatnashdi. Mamlakat bo'yicha kasbiy a'zo ko'chirish mutaxassislari yig'in kelib taklif qilindi. Doklad berdi. Ichki a'zolarni taqdim qiluvchilarni boshqarish organlari, davlatlik sayya plan komiteti, oliy maktablardan 17 nafar mutaxassis professor, davlatlik ichki a'zolarni taqdim qilish xizmatining umumiy ahvoli siyosatlarini tushundirish, ichki a'zolarni taqdim qilishning asosli bilimlari, ichki a'zolarni taqdim qilishni baholash, moslashtirish, aloqalashish usullari, odam ichki a'zolarini taqdim qilish, boshqarish qatorliq jihatlarda atrofliq dars angladi yuqori kishilar.
salohiyatga erishganlarga davlatlik odam ishki a'zolarini taqdim qilishni moslashtirish guvohnomasi tarqatib berildi. Şinjan odam ishki a'zolarini taqdim qilishda boshqarish markazi 2015-yil 9-oyning 8-kuni qurilgan Şinjan Qizil Kirsit jamiyatining maxsus organidir. Şinjan Uyg'ur Abnum rayon bo'yicha odam ishki a'zolarini taqdim qilishga, tashviqot elib berishga, tizimlashga, ishki a'zolarini taqdim qilishga guvochi bo'lish, adil taqsim qilish, yordam berish, rag'batlantirish, g'amxo'rlik qilish, xotirlash, hushyor sahnasi qurish qatorli xizmatlarga asosli mas'ul bo'ladi. Şinjan'da odam ishki a'zolarini taqdim qilish xizmati 2013-yili rasmiy boshlangan edi. Hozirgacha 1000 ga yaqin odam ishki a'zolarini taqdim qilishga ismlarini ma'lum qilib tizimlatib, 23 nafar kishi ishki a'zolarini taqdim qilishni amalga oshirdi. Ishki a'zolarini taqdim qiluvchilar yosh qurami jihatda cho'nglari 73 yosh, kichiklari 3 yosh. Bu jarayonda 40 nafardan ortiq ishki a'zolarga ehtiyojli bo'lgan kishilar davolandi. Qarang. Bir odamning bo'rigini, uchini, telini, yana bir narsa kesib elib ikkinchi bir odamga yo'tkaydi ekan. Ular davolangan bo'ladi ekan. Demak, ularni davolaydi ekan. Endi kesib elingan odamlar-chi? Zo'ravonlik. Amerika Kongressida bu to'g'rida bir necha qatam guvohlik olish yig'ini bo'lib o'tdi. Ishki a'zolarni, bo'rak jigarni, yurakni kesib elish dastlabda Şinjan'da, birinchi bo'lib Şinjan'da, mustamlaka Şinjan'da Uyg'uristonda boshlanganligi qayd qilindi. Biz buni keyin tahlil qilamiz. Davomini anglang vatandoshim. Muhbirning tushunishicha, 2013-yildan beri mamlakat bo'yicha moslashtiruvchilar kursi 26 qatim tashkillandi. 2700 dan ortiq o'quvchi tarbiyalandi.